Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, yaqinlar, kanalimiz a'zolari. Bugun 12 yanvar 2025-yil navbatdagi laboga mana tungi ko'ra bo'ldik. Labon egalari Farg'ona viloyati Boyda tuman Qo'ng'irot qishlog'idan yetib kelibdi. Labon atroflariga tungi ko'radik. Mana poliga rezinka tashlayveradigan akamiz mana bu tomoniga konteyner pollar qo'ydik. Shum konteyner flexlarga qilindi. İçlariga yo'llarigacha qaytarib qo'yilgan. Bu joylarni ham mana 1,5 sm ichkariga qaytgan, ochganda ilinmaydi. Tagida ham samolyot zaklopkalari yo'q. Alohida rezinkasi bor, alohida uloqsiz tunukalari ham bor. Abetiga alohida akkumulyator taqlaydigan sondiqlari, duga bagajlari ham bor. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandagi raqamlarga bemalol telefon qilaverasizlar. Manzillarimiz Farg'ona viloyati Bag'dod tumani Bordon qishlog'i Setofor yaqinida bo'ladi. 1 soat 1,5 soat ichida o'rnatib beramiz. Xato kamchiliklarni yozib qo'yinglar. Video foydali bo'lgan bo'lsa like bosib, do'stlar yaqinlarga jo'natib qo'yinglar. Sog' bo'linglar, salom.